Eringizni rozi qilsangizgina biringiz ikki bo'ladi. Buni o'zim hayotimda ko'rdim. Hayotim davomida men shu yoshimga kirib bitta narsani tushunib yetdim. Erkak bu pir degan narsani men hozirgi vaqtimda juda ham tushunib yetganman. Har bir ayolning o'zi hayoti davomida o'tish bosqichlari bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi, hamma vaziyat bo'ladi oilamizda. Bu vaqtda turmush o'rtoqni behurmat qilish, unga nisbatan sapchish, har qanaqa gaplar bilan uni haqoratlash, bunaqa holatlar ko'p oilalarda kuzatiladi. Bizning ham oilada bo'lmagan bunaqa holatlar baribir xohlaymizmi yo'qmi uchraydi. Chunki farzand tarbiyasida, ularning injiqliklarida bitta narsani tushunib yetganman, qachonki ayol kishi turmush o'rtog'ini hurmat qilsa, u hamma narsaga erisha oladi. Birinchi o'rinda oilada er bilan munosabat yaxshi qilish kerak. Turmush o'rtoq orqaligina keladi bizga hamma narsa, rizqimiz ham, pul yo'limiz ham, nima desangiz ham o'sha insonni siz hurmat qiling, hayotingiz 1000 gradusga o'zgarishini ko'rasiz. Allohim tomonidan menga berilgan eng yaxshi ne'mat hisoblayman turmush o'rtog'imni. Borliklari uchun hamd aytaman. Hamma ayollarga ham shu narsani aytaman. Turmush o'rtog'imiz bizga berilgan eng katta sovg'a. Men turmush o'rtog'imga ming rahmat aytaman.